Dunyoda millionlab ayollar yiliga kesareva qilishadi. Kesareva bu oddiy tug'ruq emas, bu katta jarrohlik operatsiyasi. Operatsiya paytida shifokor 7 qavat to'qimani kesadi, teridan boshlab bachadongacha. Har bir qavat tiklanishi kerak. Bu oddiy jarohat emas. Operatsiyadan keyin tana tiklana boshlaydi, lekin ichkarida chandiq to'qima hosil bo'ladi. Ba'zan shu sabab yopishqoqliklar paydo bo'ladi. Bu esa tortilish, noqulaylik va ichki og'riqlarga sabab bo'lishi mumkin. Tana muvozanatni ushlash uchun boshqa mushaklarga yuk beradi. Shu sabab ham bel og'rig'i paydo bo'lishi mumkin. Gormonal tizim ham o'zgaradi. Uyqusizlik, charchoq, hissiy tushkunlik. Ba'zan bu shunchaki charchoq emas, tananing tiklanish jarayoni bo'ladi. Mushaklar, asablar va ichki to'qimalarning tiklanishi 6 oydan 1 yilgacha davom etadi. Shu vaqt ichida o'zingizni zaif his qilsangiz, bu zaiflik emas, bu tibbiy haqiqat. Tanangiz juda katta ish qildi. Agar siz ham kesarevadan o'tgan bo'lsangiz, tajribangizni kommentga yozing va bu videoni yaqinda kesareva bo'lgan ayolga yuborib qo'ying.